Toshkent viloyati, Toshkent tumani Sarka mahallasiga ham yetib keldik. Bu tipda xonadon savdoga qo'yilgan ekan. Bu Chernevka yo'ldan kirib kelaverish bo'lyapti. Bu yoq tarafi oxiri Berk ko'cha hisoblanadi. Savdoga qo'yilayotgan uyimizni mana shu oldilarini remont qilib qo'yishibdi. Darvozalari bor, yo'llarini remont qilib qo'yilgan joy. Egalari bu kene ham bo'lar ekanlar. Keneyi necha sotu, nechta xona? Bu uyimiz 12,5 sotik. Yashash xonasi 6 ta xonadan iborat. Gaz, suv, svetdan problema yo'q, hammasi bor. Gaz, svet, suv, vodoprovod suvi. Narxini nech bildingiz lekin? Narxini taqalgan narxi 85 ga beramiz. Oxirgi narximiz 85. 12,5 sotik. 12,5 sotu 85 ming. Yashaydigan uy, remontlari bor. O'zingizniki? Ha, o'zim. O'zingizniki. Telefon raqamingiz? 99lik 998 69 03. 03. Shu raqamga aloqaga chiqasizlar, shu xonadonning egasi gaplashasizlar, balkim savdosini qilsanglar yana ozroq o'tib chiroyli narx qilib berishadi. Mana ichkarini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, darvozaxonadan kirib kelganimizda chap qo'limizda uylar boshlanadi, xonalar. Bu qanaqa xona ekan? Birinchi xonamiz qayerda bu? Bu yoqda birinchi xona. Aha. Отдельный bitta xona. Aha. Endi bu yoqqa kiramiz. Ikkinchi xona. Yozda o'tiradigan joy. Endi yana bitta xona. Bu yog'imiz zal ekan. Bu yog'imiz zal. Bu yoqda? Bu yoq spalniy. Tushunarli. Endi bu yoqda darvozani yonida bitta xona. Xo'p, keyingi xonamiz bu yoqda bo'lar ekan. Bu yoq tarafida. Darvoza. Ikkita xona. Bitta xona bu. Ikkinchi xonamiz bu. Bittagina lampochka yo'qmi? Bu ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xona. Mana. Mana shu xonadon srochniy sotuvga qo'yilgan. Boyga aytilgan raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sotiladi egalarining o'zidan. O'rtakash, realtor, olib-sotar unaqa odamlar yo'q, o'zliginiki. Demak, bu hovlimizdagi joylashgan xonalar ekan. Bu birinchi xona nima bo'ladi ekan? Xona bu. Oshxona. Sharoitlari yaxshimi? Oshxona. Bu oshxona ekan. Ikkita xona. Bu yoqda o'tiradigan. Bu yoqda o'tiradigan xonalari. Bu yoqda gaz plitalar qo'yilgan, sharoit qilingan, qo'ldan kelgancha. Yana remont qilib oladi kim oladigan bo'lsa. Bu xona hammomga mo'ljallangan, lekin hali oxiriga yetilmagan. Yaxshi. Aha, bu yoqchi? Bu yoq kladovka. Kladovka. Bitta ochib o'tib ketdi. Va kladovka. Pastda katta molxona qilingan ekan. Bular ukalari mol bilan shug'ullanar ekanlar. Chorvaga qiziqadiganlar uchun mana shu hududga mollarni qo'yib yuborib, aylantirib yuradigan joy qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda katta molxona ham bor ekan. Bu yerda nechta mol ketadi ekan, bu yerga, molxonaga? Katta ekan. 30 ta mol bemalol ketadi-yu. Mana katta molxona. 15 tadan 30 ta ketadi. Bemalol. Mol bilan shug'ullanadiganlar uchun molxonalari ham bor ekan. Tepasi qashaq bo'ladigan. Past tarafdan ko'rinish hovlini ikkiga bo'lingan hovli. Endi mol boqiladigan tarafi alohida qilib qo'yishgan. Kirgan odamga ko'rinmasligi uchun bitib qo'yishgan.